Hammaga salom. Best kinolar kanali yana sizlar bilan. Bugungi video roligimizda Neja multfilmi haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Demak, yaxshilab o'rnashib bo'ling. Men videoni boshladim. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, Merlin va Istopar serialini barcha qismlarini sifatli variantda va professional dublyajda mening Telegram kanalimda ko'rishingiz mumkin. Telegram kanal silkasi esa video ostida bo'ladi. Neja Xitoy afsonalaridagi juda mashhur qahramon. Birinchi filmda Neja juda katta rekord qilgan va milliardlab dollar ishlab topgan. Birinchi film oxirida ikkalasi ham energiya shaklida qolib ketgan edi. Shu sabab yangi tanaga qayta tug'ilish masalasi bo'ladi. Osmon xudolari Neja hali ham xavfli deb hisoblaydi. Neja esa o'z taqdiriga qarshi kurashishda davom etadi. Agar Neja uch chiqsa, muxlislar quyidagi voqealarni kutishyapti. Osmon xudolari bilan katta urush. Neja juda kuchli bo'lib ketadi va osmon armiyasi bilan katta jang bo'lishi mumkin. Aobing ajdarholar qiroli bo'lgani uchun Dragon klani yana paydo bo'lishi mumkin. Neja aslida oddiy qahramon emas, u hayot marvaridi kuchidan tug'ilgan. Neja keyingi filmda to'liq iblis kuchini otishi mumkin. Agar bu bo'lsa, uning kuchi xudolardan ham kuchli bo'lishi mumkin. Butun osmon armiyasi unga qarshi chiqishi mumkin. Birinchi film oxirida Neja va Aobing birga yo'q bo'lib ketadi. Ularning ruhi saqlanib qoladi. Shuning uchun Neja 2da ular yangi tanada tug'iladi. Aobing ajdarholar armiyasining lideriga aylanishi mumkin. U Neja bilan yana birga jang qiladi. Osmon imperatori paydo bo'lishi mumkin. Xitoy afsonalarida eng katta imperator Jade Emperor. Nazariya bo'yicha Neja juda kuchli bo'lib ketadi. Osmon hukumati undan qo'rqadi va Jade Emperor unga qarshi katta urush boshlaydi. Neja 3 multfilmi yana rekordlarni uradi va Xitoydagi eng ko'p kassa yig'gan animatsion filmga aylanadi. Internetda yana shunday teoriya paydo bo'ldiki, Nejaning akalari 3-qismda ko'rinish beradi va Neja bilan birga imperatorlarga qarshi kurashadi. Yana shunday teoriya borki, bizga titrlardan keyingi sahnada Nejaning ukasini ko'rsatishadi va bu to'g'ridan-to'g'ri Neja 4 multfilmiga belgi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, videoga bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Men keyingi oygacha 3000 ta bo'lishni niyat qildim. Shunday ekan, obuna tugmasini bosib qo'ying. Hammaga rahmat.